Xo'sh, ko'pchilik sizlar kutgan alohida paytlarga yetib keldi. Undaq bo'lsa, İnkas rayonini qarashga boshladim. Navbatda sahnimizda sizlarga bergan va'damiz bo'yicha, ya'ni Kujang o'qatchilik guruhining alohida rastlagan dasturxonida bugun bir piyola choyni biz bilan o'rtaq ichmoqchi bo'lgan qarindishimiz yillardan buyon yiqimliq kuylari bilan, naqshlari bilan yuragimizga o'rnab ketgan. Mundaqcha aytganda, u bir davr yaratolgan shundaq bir kuychi. Mayli o'tgan kunlardagi aslimalarda bo'lsin va yoki bugungi muhabbatlik his tuyg'ularimizda bo'lsin, uning naqshlari hech bir navbat modadan qolgani yo'q. Yuqoridan tushgani yo'q. U biz yaxshi ko'radigan Abdusopur Ismoil. Qani Abdusopur Ismoil ham Abdusopur Ismoil qarindishimizga hamdam bo'lgan sevimli sazandilarni sahnada saqlaymiz. Marhamat. Salom Abdusopur. Yaxshi tijliqma, salomat kelma. Qani. Bugun Qashqarga kelgandek turman riyosatchilikka. Qanday bir amay açmay keldim Qashqardan? Sağ salamet yaxshi kelib oldik, amay açmay. Özlerim yaxshi to'lamaydi. Men tunigun tushdan keyin tarafda keldim. Tunigun tushdan keyin tarafda. Demak, yerib, charchab, tushibla mana naq maydonda ko'pchilikning huzuriga isil naqshlaringizni taqdim qilmoqchi bo'lib yetibsiz. Rahmat. Tunigun tushdan keyin Urumchiga yetib kelib, tunigun kechda balla bilan yana davomliq raptis qilib bugun yana mana shu naq maydonga yetib keldik. Demak, kecha aramliqmi bo'lmabdi-da yigitlar? Tuzak uyqu yo'q. Lekin bugun kayfiyat yaxshi-ku? Kayfiyat yaxshi, balani ko'tirimiz-ku, kayfiyatni yuqori pallaga ko'tirimiz-ku? Albatta, ishda bo'ldi. Qashqarga kelimiz-ku? Bo'ldi, chataq yo'q. Xo'sh. Abdusopur, sizning naqshlaringizni shaxsan men bek yaxshi ko'raman. Endi gerçi mikrofon tutgan qo'limda ko'pincha vaqtlarda ko'pchilik uchun xizmat qilib, ko'pchilikningki orzusini bayon qilsam-mu, lekin meningmi o'zim tarafdan azroq orzularimni bayon qilish huquqim bo'ldi ekanda sahnada. To'g'ri. Sizning naqshlaringiz haqiqatan bir davr yaratgan naqshlar. Bizningki yoshlik, tantak tuyg'ularimizga hamroh bo'lgan naqshlar. Bugungi kunda gerçi pishib yetildik deb aytmasakmi, lekin yanala sizning naqshlaringizdan o'tgan kunlardagi aslimlarni izlaymiz. Bugunning ta'mini izlaymiz. Mundaqcha aytganda hayotning ta'mini izlaymiz. Pek yaxshi bir ifodalash bo'ldi, ayraman. Rahmat. Xo'sh, undaq bo'lsa, dastlabki qadamda bir piyola novat choy sunaylik. Bo'ldi. Xo'sh, navatchimizning ismi nima ekan? Qaysi misralarni taqdim etasiz? Oldi bilan o'zimni yoqtirib aytadigan, o'zimni yoqtiradigan shu men o'z vaqtida aytganda anglovchilarmi nat yoqtirib anglagan Aydın akşam temizliki lirikamni taqdim etsin. Rahmat. Xo'sh. Bugunning o'zida Aydın akşamni kutib olib boramiz ko'pchilik. Osmon qarsaq shundaq chiroyli ay. Atrofimizga baqsaq, to'limi tinish bir davron, to'limi suyimlik bir paytlarda yashayapmiz. Undaq bu naqshlarni o'zimiz yaxshi ko'rganlarga bag'ishlaylik. Abdusopur bizga taqdim etsin, lekin biz o'zimizning qilib o'zimiz yaxshi ko'rganlarga bag'ishlaylik. Qani, boshlamdik yigitlar. Men o'ri turib aytaman, naqshamni. Ma'qul. Esinde mi aydın akşamlar Hayrileştik kol sunup bastan Nigarsının gözü yaşlandı Gitey dedin sen uzun baştan
nigarım yığlama dedim gözlerini namlama dedim şahla gözün bana bakanda seni daim esleymen dedim niçin bana ey güzel nigar yiraklarga gittimen dedim gidip emdi yirak-yirakka arzuyumga yetimen dedim aydın akşamlar hayrileştim olsunu basta nigar senin gözün yaşlandı giteydin sen özün başta ah nigarım yığlama dedim gözlerini nemleme dedim şahla gözün bana bakanda seni daim esleymen dedim niçin bana ey güzel nigar yiraklarga gittimen dedim gitip emdi yirak-yirakka arzuyumga yetimen dedim gitip emdi yirak-yirakka arzuyumga yetimen dedim arzuyumga yetimen dedim arzuyumga yetimen rahmat. Rahmat Abdusopur. Rahmat. Sazan jigitlar rahmat. Abdusopur sizga rahmat. Nurg'un kishilarning shu vaqtdagi aslimasini bir xuddi qo'lidan itilib boshlab apagandaklar aslimlik dunyosiga boshlab apadik. Endi mushu naqshini siz qancha yosh vaqtlaringizda aytgan Abdusopur? Men bu naqshini 99-yili Unalg'u lintisiga aytib taqatgan. 22 yıl bo'ldi demak. 22 yıl bo'ldi. Shu vaqtda bir bola tug'ilib qolgan bo'lsa 22 kirdi. Hozir shu bola aytyapti. To'g'ri. Hisobda 24 yosh atrofimda. 24. Bu naqshda sizning hikoyangiz bormi? Nima desam bo'lar? Endi hikoyam meningcha bu naqshida yo'qmiki? Buna qaysi naqshida bor? Shunaqa qilib Abdusopurning ish sirini olsam men.
Barbara bu da naqşlarımda çıxıb qala. Bu naqşıda lekin sizning his tuyg'ularingizning, muhabbatingizning, aslimlaringizning bir parchasi bor. Hammasi emas. Chunki muhabbatlik yashab keldik. Har bir yosh bosqichida hayotning bizga berganlari o'xshamadi, bizga bergan tuyg'ular o'xshamadi. Lekin nurg'un yoshlarning bu naqshida hikoyasi bor. Shaxsan men nimani o'yladim desang, siz bu naqshni aytyapsiz. Bir qiz oliy maktabni bitirib o'qib, yuqori o'rlab o'qish uchun jiroqlarga ketmoqchi. Yigit qizni tutib qolay desa, istiqbol izlab mangan qiz. Tutmay desa, o yuragining yerimi. Hisob butun bir yurak ketmoqchi. Yuragi yo'q odam, qandaq odam, tandan boshqa hech nimasi yo'q. To'g'ri. Mushundaq bir yigitning ahu faryodi singib ketgan naqshidek anglandi shaxsan menga. Mana ko'pchilik isil degan tilaklarni bildiribdi, gullarni avatibdi. Qashqarlik degan naqshini aytib bersin debdi. Qani Abdusopirning sizlar yaxshi ko'radigan naqshlarini yezib beqinglar turdoshlar, men bir o'ziga anglitib o'qib beray. Sizlar yaxshi ko'radigan Abdusopir aytgan, ya'ni qaysi naqshlar ilib ketaman deydi. Ilib ketaman. Ilib ketaman. Bu mu ilgirki naqshi deyman a? 2010-yili 11 yildan oldingi naqsha. 11 yildan oldingi naqsha. Mana. Yana-chu seni ilib ketaman yar, Qashqarlik. Zar etma. Suyimlik Qashqarlik deb yozgan tordishim xatni tuzuk yezang a? Ash yurtni to'liq chiroyli nom bilan yezang. Yaxshi turmaydi. Xo'sh, qaysi naqshini taqdim etasiz? Bekchiqqa vafodorim, bir go'zal. Aşı güzel çağlarını əslisəm, simsim, yağmur, bekçik naqşlar yezilyapti-ku. Hoş plastinkanızdan ki bütün naqşlarını mundaritisi boyunca yezitilgan oxşaydı. Ketaman, ketalar buldum, yağmur, ketalar buldum degan naqshni men bek yaxshi ko'rma. Ketalar buldum. Bizga hamroh bo'lgan naqshlarda. Xo'sh, qaysini taqdim etasiz? İxtiyor sizdan bo'lsin. Anglash bizdan. Turdashlarmi eng muhimi men o'zim yoqtirgan shu özüm aytib, özüm razı bo'lgan naqshlarni talab qilibdi. Shunda xursand bo'ldim, rahmat. Lekin men hozir mush turdashlarga, ko'rarmanlarga bo'lsa shu men naqshi programmasida aytgan Daryo suyi degan naqshni ajab yaxshi taqdim etgan bo'pti. Bo'ldi. Anglaylik ha ko'pchilik. Qani gullaringlarni kutib qoldik, chavoqlaringlarni kutib qoldik. Chavoq sadosini men yetkazaman ko'pchilik ha. Rahmat, undaq bo'lsa. Başlap ketaylik. Derya suyu bek çonqur Tüküp gezsem küresem Derya suyu bek çonqur Tüküp gezsem küresem Derdimde ölüp geçsem Muradın gaytesem Derdimde ölüp geçsem Muradın gaytesem Oldu bugün halim boş Acep oldu bu könglim Oldu bugün halim boş Acep oldu bu könglim Yeter mikin derdimge
tanlab o'ziga shu gulni yetarmikin dardimga tanlab so'ygan shu gulni Divida oturab Çukurga çökeyim Dal divida oturab Çukurga çökeyim Cemalini Ölüp razıyım Cemalini bir görüp Ölgümge razıyım Ölüp gelsem razıyım Rahmet Rahmat. Bu naqshning ijodiyatchilari kim bo'lgandi? Bu naqshningki ijodiyati Akbar Qarmon. Akbar akamizning ijodiy etkanda. Yashab ketan Akbar aka nim degan esil bir ijodiyat bu. Bak esil bir kuy ekan bu. To'g'ri. Abdusupir sizga ayliqi tuproq suv singib ketgandek singib ketibdi. Bak singishlik bir naqsh bo'libdi. Aman shu ustoz san'atkorlarning qatorida Akbar Qarmon pek yaxshi o'timiz. Men burundan tatib, men kichik vaqtimda tatiblam. Shu Akbar Qarmon ustozninki naqshi intayin ta'sir qilgan. Men burundan tatib Akbar Qarmon ustozninki naqshlarini yoqtirib aytdim. Meningki ovozimmi nayt yaxshi. Shududang ha. To'g'ri. Demak sizningki shu naqshi kasbiga bo'lgan kirishingizga Akbar aka ma'lum tarafdan sababchi bo'lgan desak bo'lamdi. Albatta. Turtki bo'lgan. Men kichikilab anglab ketdim Akbar Qarmon ustozninki naqshlarini. Men pek ta'sir qilgan. Akbar aka o'z davrining bir uslubini yaratgan, davr yaratgan bir kuychimizda. Akbar akamni bek hurmatlaymiz. Akbar akamga salam. Xo'sh, undaq bo'lsa to'rdoshlar, ovozingiz bek yiqimliq, sizni bek yaxshi ko'ramiz. Tosh yurakmi sen yar degan naqshni bir aytib bergan bo'lsangiz, isil hay isil ish qilib inkaslar bek chiqa, men o'qib ulgurib bo'lmayapman. Rahmat to'rdoshlar. Ovozingizga dad tegmasin, rahmat. Men bek yaxshi ko'raman har bir naqshingizni degandek go'zal tilaklarni bildiryapti. Naqshlaringiz Simsim yomg'ir, shahlo ko'z, hasrat, tosh yurakmi sen yar degan naqshlarni aytib bergan bo'lsangiz deydi. Undaq bo'lsa, ko'pchilik bayatın Qashqar degan ismni bek chiq yezib ketdi ya. Mushu naqshni bir kep baqamdiqga. Bo'ladi unda bo'lsa, oldi bilan mushu barliq ko'rarman do'stlarga, qarindoshlarga, to'rdoshlarga Azizani Qashqarninki salomini yetkazish bilan birga Qashqarlik temizga naqshamni taqdim etsam, yoqtirib anglasanglarni chin dilimdan umid qilaman. Qani marhamat. Qani, hammamiz birga anglaylik ya.
quchoqlaydi mehru vafoli hamma maqtaydi toza ishchan aqlli naning qizi o bizning Qashqali 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 bizning Qashqali 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 bizning Qashqali Qashqarda cho'ng bo'lgan mijozi yo'qdan Dilimdin nisvoy ko'ymamdu bujan Qashqarda cho'ng bo'lgan mijozi yo'qdan Dilimdin nisvoy ko'ymamdu bujan Gulning o'zi o bizning Qashqali 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 bizning Qashqali 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 bizning Qashqali Irshad Tümen deryası kalemdir kaşı Derdim gider manay dilning mungdaşı Tümen deryası kalemdir kaşı Derdim gider manay dilning mungdaşı Ayning o'zi o bizning Qashqali 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 bizning Qashqali 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 bizning Qashqali bizning Qashqali Rahmat Rahmat Qashqaliq Mushu yurt bo'yicha atash amaliyotda iftixorlanganning bir turlik ifodasi ekan. To'kib ko'rsatayotganlar qimmati bor kishilarni mayli qaysi yurtning odamlari bo'lsin o'ziga tortib bizning Qashqarlik, bizning G'o'ljilik, bizning Qarmayliq, bizning Altayliq deyishni yaxshi ko'rdi. Bu qandaqdir yurtvozlik bo'lganlik emas, shu odamdan faxrlanish bo'lgan tuyg'usini ifodalashgan. Endi Qashqarmo Xinjiangning, ulug' vatanimiz Jungoning ayrilmas bir qismi, vatanimizningki qo'ynidagi bir marvoyat makon. Qashqarni yaxshi ko'rdiganlar bakchiq. Bu naqshini qandaqdir Qashqarliklar emas, melodiya tushunadigan, yurtqa bo'lgan, söygisi eshib turgan har qanday odam yaxshi ko'rdi. Hozir aytilgandan hozirgacha izchil qarshi ilinishga erishdi. Shunga sizga taqdim bo'lsin, Abdusopur, sazandi yigitlarimizga taqdim bo'lsin, ham to'rdoshlarga taqdim bo'lsin. Bizningki ustozimiz Emin Ahmadiy aka yozgan Qashqarga kirish degan she'rni sizlarga bir sungan bo'lsam, ha? Voy, rahmat. Qashqarga kirish, Emin Ahmadiy. Qashqar dengizdan yiroq shahar. Lekin dengiz Qashqardek bo'lmaydi. Uningga qo'yilib turdig'ini daryo emas, daryodek ko'ngil. Ko'chalarda suv emas, ko'ngil o'ynaydi. Do'lqini qizlarning ko'zida yigitlar tog'ni bo'ylaydi. Muzdek dog'larda cho'g'ning tapdi, karomatiga yurak to'ymaydi. Bu dengizga jisming bilan emas, muhabbat bilan kir. Bağlarga emas, quchqiga kir. Söygü bergilari bujg'ib bo'lib, ko'ksingda o'ynaydi. Bir kunlik qadamingda 1000 yilning sehri ketay desangmi, yurak qo'ymaydi. Mana bu Abdusopurning naqshlarida kuylangan Qashqar. Pek isil. Rahmat. Demak, qandaqdir tar ma'nodagi yurt söygisi bilan emas, keng ma'nodagi
vatan sevgisi bilan naqsha anglığınımızda bizga haqiqiy tetiydi. Rahmat Abdusopur. Bakmo yıqımlıq bir köy bilan tuyg'ularimizni o'yg'atdingiz. Yani qaytadan hayajonlanishga boshladik. Xo'sh, davomliq naqsha anglayli ya ko'pchilik. Qani Inkas rayoni qardim. Simsim yomg'ir deb ketyapti. Simsim yomg'ir ketaman. Yana-chu. Qani Abdusopur qaysi naqshini sung'isi va Abdusopurning ko'nglini so'rab qo'yaylik. Abay bir naqshini Hasrat dedi yana. Hasrat. Aydın akşamı bayağı aytib boldik o. Ben muzikant baladım bir so'rabday. Qaysining chag'inglar bor? Hasrat. Hasratga kelaylik. Hasrat. Muhabbatli yigitlarda bir hasratlar qo'zg'alyapti. Abdusopurning naqshisi bilan qaytadan o'zini tanishib olmoqchi. Xo'sh, hasrat. Yıraklarda güzel bir kız ayga qarar. Her yığılsam yüreğimden yaş damcılar. Süyermen deb aldar meni yalğançılar. Yüreğimni bırağında güydürmen. Ey nigarım, gözüm yıldız şunca güzel. Her yığılsam yüreğimden yaş damcılar. Senin bilen özsem dünya şunca güzel. Oh. Yüreğimni bırağında güydürmen. Azap bulgan işken sana köygen günüm. Yüreklerim bulup gitti tilim. Gazam bulsun muhabbetsiz ötken günüm. Yüreğimni bırağında güydürmen. Hey nigarım, gözüm yıldız şunca güzel. Her yığılsam
derman Yüreğimni burağında köydürmen Rahmet Rahmet. Muhabbatdan şatlanar adam. Anlanlar jigitler. Qalargahi hasratga to'lib, ishongandan kelganda alam, yuraklarga silinar qulub. Hasrat oyat bosqichimizda, har bir yosh bosqichimizda o'zgacha shakllarda bizga hamroh bo'lib qoladi. Lekin yuraklarimizga qulub silinmasdan biz buni bir o'sib yetilish deb bilamiz. Abdusopirning naqshlarida nurg'un o'sib yetilishlar bor. Muhabbatning pishib yetilishi Abdusopirning naqshlaridan ifodalangan. Abdusopirning ilgari 21 yil, 22 yil avval aytgan naqshlardan ta hozirgacha kelgan musofalarda izchil muhabbatning maybag'lab pishishi bor. Demak, Abdusopir bizga naqshlar orqali maybag'lab pishgan muhabbatning mevasini sunyapti. Xo'sh, shu mevalarga eg'iz tegib biz yanada huzurlanayapmiz, zerikib qolmayapmiz Abdusopir. Rahmat. Bu tamni bir umr chaqildab siyg'inimiz. 10 yil burunqi Mo'ng'a cho'kib ketdim deydi mana bu yerda bir tordishimiz. Kutarman degan naqsha, shundoq biz guvoh deydi. Mening so'zimga mana guvoh bo'ldi-da tordashlar. Qani, endi qaysi naqshiga kelamiz? Yana bir pishib yetilgan muhabbatdan bir kuy anglaylik. O'z zotida menga bek ta'sir qilgan bizniki suyimlik ustoz san'atkor Tursungul Qodir maqom ansamblining danglik naqshchisi. Mushu Tursungul acham burun 98-yili shu Qashqar shaharlik san'at o'makda ishlayotgan chog'da raptis qilib o'tibdi. Shu chog'da shu naqsh menga shunday ta'sir qilgan. Keyin bu naqshni o'rganib men aytib taqatdim. Ash naqshini bir taqdim etkim keldi. Xalq naqshisimi? Yo'q, xalq naqshi emas. İcadi bir ijodiy naqsha. Söygürüşti. Qani ko'pchilik konu naqsha, lekin biz mangu yengib anglaydigan naqsha söygürüşti. Mehrin otma yalqımı köyde Goya akşam darıkta ketti men kurun Köz aldımdan ketmeydi kıyabakını Yüreğimge aşkındım gülha yakınım Yüreğimge aşkındım gülha yakınım Aşı güzel çağlanı Aşı güzel çağlanı Esli sen canan Esli sen canan Yüreklerim titreydi, kalmaydı derman Yüreklerim titreydi, kalmaydı derman
hicran yükünü artık kettin ziraka. Qanday yürek çidaydı bu dert bırakka. Qanday yürek çidaydı bu dert bırakka. Ben sığınsam sen o sığın, ben sığınsam sen o sığın. Duraylı esler, duraylı esler. Söygür içti mengüge, ketmesin cennet. Söygür içti mengüge, ketmesin cennet. Ben sığınsam sen o sığın, ben sığınsam sen o sığın. Turaylı esler, turaylı esler. Söygür içti mengüge, ketmesin cennet. Söygür içti mengüge, ketmesin cennet. Söygür içti mengüge, ketmesin cennet. Ketmesin cennet. Vay. Yürekki badi degan mushkanda. Rahmat. Hazır Abdusopur siz aytyapsiz shundaq muң bilan Tursungur Qodir adam ayni vaqt qandaq aytgan bo'lg'ay deganlarni o'ylayaptim. Men Tursungur acamninki paylan rep qilayotgan chog'da zalga chirib qolib ekanman, chirib anglab badanimdan to'xat o'ylab ketgan. Ta'sir qilganidan. Shunchalik ta'sir qilgan. Hamda Tursungur Qodir acamninki ovozini biz bilamiz-ku. Bak o'zgacha. Bu naqshi men shunda ta'sir qilib ketgachga men davomli shu chog'da bir ko'rakka tayyorlik qilib yetibdi ekan. Men kunda berib olgan zalga. Mush naqshini anglash uchun. Keyin men ugunib ko'rak tukkandan keyin men shu unalg'ilisiga aytib taqatgan bu naqshini. Bu naqshi o'z vaqtida xili ta'sir qo'zg'an bir naqsha. Tor aldı Tursungilardan bo'lsa Tursungilada rahmat sizlarga. Mana shundaq chiroyli naqshlarni aytib qo'yibdi ekanlar. Abdusopur bizga bugun taqdim etdi. Abdusopur o'ziga may ishgandek singdiryapti. Biz izchil Abdusopurning naqshisi deb bilgandik-a. Demak, ayni vaqtda ustoz san'atkorlarimiz aytib, yoshlar ugunib mana bugungi kunda pishqan holatda Abdusopurmi bizga qaytadan bir may bog'lagan holatda bu naqshini taqdim etdi. Rahmat Abdusopur. Anlasak qanmayapmiz. Endi ikki naqsh aytdi-ku deyman. Ikki naqsh aytdingizmi? 5 naqsh o'qib bo'ldimmi? Yo'q, ikki. Moslashmamizlar yigitlar. Ajabkansizlar. Ko'zimni qisib tursam o'qimadinglar. Xo'sh, undaq bo'lsa, amdiki naqshingiz. To'rdoshlarning inkosi qarsa qo'mish simsim yomg'irni bektalab qilib ketyapti. Bir yomg'irlik kunlarda muhabbatlar bilan mangan yigitlarmikin tang bu. Aydan akşamını yeni talep kılıvatıdı. Demek ki sizden naqşınızı bir anlap kanmaydı ekende adam. Qayt it biri ve siz anlava verdikenmiz. Etva balam ne deydi o? Etva balam. Simsim yağmur, aydan akşam. Hoş, kaysını etimiz? Ben yanılam. Bir güzel temiz ki... Bir güzel, hazır çıktı bana. Bir güzel temiz ki şu lirikamını takdim etsem de... Buldu, bir güzel emez. Tor aldı, mın güzel ba. Qene güzeller, bu naqsha sizlar uchun bo'lsin. Güzellik var yarının çehrede, Dehi kuyaş
suyup bakmagan güzellik var yarının çehrede Tehi kuyaş suyup bakmagan Bir sihir var şahla gözde Hiç kim onu görüp bakmagan Bir sihir var şahla gözde Hiç kim onu görüp bakmagan Güler xuddi bulbul goyadı İnsanında gülüp bakmagan Güler xuddi bulbul goyadı bakmagan Düşenmeydi o söygü kadrini Yar eşkida kuyup bakmagan Düşenmeydi o söygü kadrini Yar eşkida kuyup bakmagan Yar eşkida kuyup bakmagan Yar eşkida kuyup bakmagan Rahmat Rahmat Abdusopur. Abdusopurning shu tapdagi yurak so'zlarini agar yig'inchoqlash to'g'ri kelsa, men mundaq yig'inchoqlayman to'rdashda. Menmi sizga baqarman, kulib, menga kulib baqqan odamlar. Rahmat sizga o'timda kuyib, suvlarimda oqqan odamlar. Abdusopurning bugungi kelishida Abdusopurni yaxshi ko'rgan tomoshabinlar, tomosha qilg'uvchilarning roli bek zo'r. Chunki Abdusopur izchil qalb to'rimizga naqshchi bo'lib keldi. İzchil biz hurmatlaydigan, biz yaxshi ko'radigan, sahnaga chiqib qo'llab olqish beradigan mana shunday san'atkorimiz. Shunga Abdusopurning albatta bizga deydigan yurak so'zlarimi shu rahmat ichidagi muhabbat bilan yo'g'rilgan, minnatdorlik bilan yo'g'rilgan. Shunga Abdusopur bizga davomli konu bo'lsa-mu, mangu yangi pita anglanadigan kuylarni taqdim qilishni unutib qolmadi. Shunga 6 naqshil deb o'tdamaydi, 7-chi naqshni cho'qim etib berdi. Eng oxirgi maqsad yanil qopqonga tushirish. Çünkü benim naqşanlığım bada. Rahmat Mayra. Men hazır sizlarga Bana bergan shu baholari, ta'riflaridan shunda xursand bo'ldim, shunda suyundim. Hem meni qo'llagan, meni yoqtirgan, meni yaxshi ko'rgan shu ko'rarmanlarni, qarindoshlarni men shunda yaxshi ko'raman. Shundan suyundim. Hammaga ko'p rahmat. Hamda yanılan muzikant ballad bir so'raytay. Kerimjon qaysi naqshni beramiz?
Ondan sonra Mayra muzikant ballanki fikri ben şundan alam yetkizey. Ben özüm şu yanlanmış usta sanatkarlık to'g'riliq so'zlab qilma. Ben en yoqtirdigan, en hurmatlaydigan shunaqla ijodiyatlari ameli naqshi aytish uslubi menga shunda ta'sir qilgan. Bizniki Şinjandagi dаңlıq kompozitor Ablet Ablikim ustozningki ayni vaqtida yozgan Abdulla akam nihoyatda chiroyli ijro qilgan Yaşlığım. Yaşlığım. Men bu naqshim shunda ta'sir qilgan Abdulla akamningki shu naqshisi. Men o'zim bek yoqtirib aytaman, ham birimni aytib shu taqatgan bu naqshini. Shunga bugun men tilga olgan shu ikki ustozga bo'lgan hurmatimni yana bir qatim ifodalash yuzidan ash naqshini bir qatim takrorlasam sizlarni yaxshi ko'raman ustozlar. Rahmat Abdusopur, siz shunday kamtar, esil fazilatli bo'lg'ach sizni yaxshi ko'ramiz. Demisimi Abdulla akam, Ablat akam bizning qalb to'rimizga san'atkorlarimiz. Xo'sh, shularning ajrida ro'yobga chiqqan, siz ham yoqtirib anglaydigan bu naqshni albatta biz bak yoqtirib anglaymiz. Qani Nadan güdek bir sebi idim 18'ge tehi tolmazda Nadan güdek bir sebi idim 18'ge tehi tolmazda Uçar buldum Gördüm emmini Dolgandı men 18 yaşka Doçar buldum Gördüm emmini Dolgandı men 18 yaşka Güzel latapetlik sebi bir kızga Aşık bolgan işken men nesli Kalbi güzel latapetlik omak bir kızga Aşık bolgan işken men nesli
aşık bolgan işkenmen nesli kalbi güzel latabetlik omaq bir kızga aşık bolgan işkenmen nesli aşık bolgan işkenmen nesli Rahmat. Rahmat. Bugün bir şiirlağıl ilhamım kevatıdı o jigitler, ruhsat mı? Anlaylı, Mayra. Balılıqның koçları közden iter, közden öter. Ömür karvan toxtamasdın məngü keter. Sığınışның tığları yürekni keser. Ey balılığım, sen mi meni sığındın mı? Biz balılıqdaki təntek toyğularımızda muhabbetni texit tazı yeterlik düşünüp bulanmağan, yaşlıqqa əndi qədəm ağan vaqtlarımızda Abdusopurның naqşları bizge həmrə boğan. Mana bugünkü gündə biz özümüzni pişib yetildік deb aytamısaqmı, lekin yanılı şu təntek toyğularımızı, bəxtlik çağlarımızı, özümüzni acayip noç hesaplaydıgan vaqtlarımızın sığınğınımızda Abdusopurның naqşları şu sığınışlıq MTV kartinalarımızın melodiyası bulalaydı. Demek Abdusopur bizden her davrimizge hemrah buladigan naqşçı. Biz yaxşı gördügan naqşçı. Abdusopur bizden es toyğularımız sizden naqşlarınız bilen birge texamo özligini tapıdı. Şuna faqat naqşlarınızda toxtup qoymasdın. Bizden her peslimizge hemrah bulun. Her vaqtimizge hemrah bulun. Sizden naqşlarınız biz anlaşıq ərziydigan, biz yaxtırışıq ərziydigan, özümüzden balımızga əstilik qaldırışıq ərziydigan naqşılar. Rahmat Mayra, rahmat. Hoş. Endi yani şunca güzel pasahatlik sözlerle yani bir naqşı deydisem, ma yüzüm qızırıvatıdı. Çünkü Abdusopur tünügün Qashqardan keldi. Akşam bir kecha repetisiyadan keyin jigitlarni ko'p charchidi. Chunki mana shu mening kaynim tarafda o'tirgan barcha jigitlar tunigun bir kecha uxlamasdan repetisiya qildi. Abdusopur naqshlarini qayta bir qitim aslab chiqdi. Mana bugungi kunda sizlarning talabinglar bo'yicha nurg'un naqshlarni bizga taqdim etdi. Rahmat sizga. Qachon qaytasiz? Men atgan soat 6dan 50 o'tganda yana Qashqarga qaytman. Yerlik vaqt 6dan 50 ninkima. 6dan 50. Unda o səfərlər ax yolluq bolsun Abdusopur. Sizlərə rəhmət. İşlər texim yürüşlük bolsun. Davamlıq mana şundaq çiraylıq səhnələrdə, çiraylıq naqşlarımız, çiraylıq əslimlərimizni uçraşdıraylı. Rəhmət Mayra. Aman bulunlar jigitlər. Bizə ət görüşümüz Abdusopurni çiraylıq uzutaylı əmsə. Rəhmət Abdusopur. Rəhmət. Əmanlı salamat bulanlar. Əmanlı köp rəhmət. Sizlərə rəhmət. Rəhmət, hörmətli tordaşlar. Kocan oqaçılık guruhi bivas tarqıtış süpsarqılıq tarqıtılıvatqan. Hem de kүйçi bivas tarqıtış süpsarqılıq tarqıtılıvatqan. Bizden bugünkü el hürmetligen sanatkarımız Abdusopur İsmail bilen naq meydanda Abdusopur İsmail'nin naqşlarına kulaq sağan demlerimiz ahırlaşıp kaldı. Bizdenki Hasancan lider bilen ötküzülgen söhbetimiz yani ətə davamlı huzurunlarda buldu. Yaxşı uçurlarını bilmekçi bolsanlar, isil sanatkarlarımızın kuylarından huzurlanmakçı bolsanlar, ətə dəl vaxtıda Kocan bivas tarqıtış süpsi hem kuyçi bivas tarqıtış süpsi arqılıq biz bilen didarlaşqaysızlar. Biz müşahidislerini saqlayımız. Aman bulunlar. Yaxşı düşlər həmimizə yer bolsun. Xeyr xoş.